Hiç kim bilenden bile hemen yetkenler Ruhuna selam sökmüş abla. Van sökmüş. Gülden yapayım. Şu anda gördüğünüz bu yine Bir kağıt ustasıdan sonra. Bugün qaysi jamoa yutdi? Bugün Xorazm jamoasi yutadi. Ustoz javob qilibdi. Yo'q. To'g'rimi? Victory. Sen Xorazmni ko'rsatdilar chaponni. Chab o'tirsiz. Amit telefonun ne? Bilinglar, hammamiz tushundik. Turli balolarga eminsan. Men bo'lmasam sen zolim. Tutatmasam men zolim. Göz demagi iloyim. Yaxshi qarama zo'rchiga. Pes, köş namıydı, köş. Shimali akşama ne pişmiş böyle? Yol Toshkentda nimaga? Ey Punchik, sen akang yolg'on emasmi? Sen akang yolg'on emasmi? Akangga og'ang emasmi bu Punchikmi? Yo'q, o'xshaydi ku san. Suhrobovam aytadi, o'xshaydi. Aytgancha hozir tushunmasang, Baxtiyor, bular sahnaga chiqishda tushunamizmi? Yo'q, bular sahnaga chiqishda emas, boshqacha tushunmasmi? Arka javob boshqacha. Tushunmasang, istag'obat qilsin. Yo'q, barasmi shunday kadr. O'ldiramasmi shuni qo'ysan? Yurtim qadriyatlari, Respublika ko'rik tanlovining ikkinchi kun jarayonlari va ikkinchi kun hayajonli va mashaqqatli daqiqalar yetib keldi. Darhaqiqat bugun biz uchun chindan ham hayajonli kun, chunki uchinchi shartimiz natijalari o'laroq g'oliblar aniqlanadi va biz ham albatta o'zimizning jamoamizga Xorazm sha'nini munosib himoya qila olish baxtini chin dildan tilab qolamiz. Barchaga ham omad tilaymiz.
Toshkent davlat yuridik universitetini ikkinchi sharf bo'yicha olgan ballari 7,7,7,7,5. Andijon Chorta qo'yilgan oxirgacha. Andijon davlat tibbiyot instituti 8,8,5, 8,5,8. Qoraqalpoq davlat universiteti 8,8,8,8. Samarqand davlat universiteti Urgut filiali 7,5, 7,5, 8,5, 8. Toshkent davlat pedagogika universiteti 7, 7,5, 8, 8. Urganch innovatsion universiteti 7, 8, 7, 7. Namangan davlat universiteti 6,5, 7, 7, 8. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, aziz ishtirokchilar, barchangizga omad tilayman. Savollar. Demak, diqqat qiling, birinchi savol. Mahmudxo'ja Behbudiy o'zining qaysi maqolasida chor mustamlakachilik siyosati, xususan o'lkadan 70 ming rusdan 6 deputat bo'lgan holda 7 million musulmonga 5 o'rin ajratilganini oshkora tanqid qiladi. Savolni qaytaraman. Mahmudxo'ja Behbudiy o'zining qaysi maqolasida chor mustamlakachilik siyosati, xususan o'lkadan 70 ming rusdan 6 deputat bo'lgan holda 7 million musulmonga 5 o'rin ajratilganini oshkora tanqid qiladi. Qaysi maqolasida? Vaqt ketdi.
Vaqt tugadi. Ko'taramiz javoblarni. Vaqt tugadi degandan keyin 10 soniya ichida beradi. Tushunarli. Institut nomi yozilgan joyga javobni yozsanglar osonroq bo'ladi bizga ham o'qib eshittirish uchun. Toshkent davlat pedagogika instituti Duma va Turkiston musulmonlari maqolasi. Samarqand davlat universiteti Urgut filiali Turkiston musulmonlari. Toshkent davlat yuridik universiteti til masalasi. Namangan davlat universiteti sarf so'zi majhuldir. Andijon davlat tibbiyot instituti Duma va Turkiston musulmonlari. Urganch innovatsion universiteti Duma va Turkiston musulmonlari. Qoraqalpoq davlat universiteti qozoq birodarlariga. To'g'ri javob Duma va Turkiston musulmonlari maqolasi. Demak, 4 ta jamoada to'g'ri javob bor. Keyingi savolga o'tamiz. Diqqat qiling. Lug'ati sitta alsina 6 tilli lug'at Jamiul Hudud yozuvchilar majmuasi asarlarini muallifini ayting. Savolni qaytaraman. Lug'ati sitta alsina, ya'ni 6 tilli lug'at. Keyingisi Jamiul Hudud, ya'ni yozuvchilar majmuasi asarlarini muallifini toping. Vaqt ketdi. On, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vaqt tugadi. Andijon davlat tibbiyot instituti Ishoqxon Ibrat. Urganch innovatsion universiteti Ishoqxon Ibrat. Samarqand davlat universiteti Ishoqxon Ibrat. Namangan davlat universiteti Ishoqxon To'ra Ibrat. Toshkent davlat pedagogika universiteti Ishoqxon Ibrat. Qoraqalpoq davlat universiteti Ishoqxon Ibrat. Toshkent davlat yuridik universiteti Ibrat. Demak, javob Ishoqxon Ibrat. Demak, hamma jamoada javob to'g'ri. Diqqat qiling, 3-savol. Hamza Hakimzoda Niyoziyning qaysi asariga ushbu bayt epigraf qilib olingan? O'qib tahsili ilm ayla, maorif sharbatin yutkil. Tilingni jahldan qutqor, g'ami millat bila o'tkil. Demak, vaqt ketdi.
Hamza Akimzoda Niyoziyning qaysi asariga ushbu bayt epigraf qilib olingan? O'qib tahsili ilm ayla, maorif sharbatin yutgil. Tilingni jahldan qutqor, g'ami millat bila o'tg'il. Vaqt ketdi. On, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vaqt tugadi. Qoraqalpoq davlat universiteti Yangi saodat. Toshkent davlat pedagogika universiteti Yangi saodat asari milliy roman deb nomlangan. Urganch innovatsiya universiteti Vatan. Toshkent davlat yuridik universiteti Cho'lpon. Samarqand davlat universiteti Urgut filiali Qiroat kitobi. Namangan davlat universiteti Zaharli hayot yoxud ish qurbonlari. Andijon davlat tibbiyot instituti til haqida. Demak, to'g'ri javob milliy roman deb nomlangan Yangi saodat asariga. Tabriklaymiz. Diqqat qiling, keyingi savol. Ikkita jamoa to'g'ri javob berdi. Abduruf Fitrat o'zbek yosh shoirlari to'plamidagi qaysi she'rida yerdagi tubanliklar, xo'rliklardan so'z ochadi? Savolni qaytaraman. Abduruf Fitrat o'zbek yosh shoirlari to'plamidagi qaysi she'rida yerdagi tubanliklar, xo'rliklardan so'z ochadi? Vaqt ketdi. On, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vaqt tugadi. Namangan davlat universiteti yurt qayg'usi. Qoraqalpoq davlat universiteti yurt qayg'usi. Urganch innovatsion universiteti mening hakam. Shunaqa deb yozganmiz? Mening hecham. Kechammi? Mening kecham. Andijon davlat tibbiyot instituti Sharq. Toshkent davlat yuridik universiteti yurt qayg'usi. Samarqand davlat universiteti Urgut filiali Mirrix yulduzi. Toshkent davlat pedagogika universiteti Mirrix yulduzlari she'ri. To'g'ri javob Mirrix yulduzlari she'rida.
ikkita ishtirokchilar, demak ikkita jamoa to'g'ri javob bergan. Diqqat qilamiz. 5-savol. Mahmudxo'ja Behbudiy zamonasidagi mavjud idora usullari haqida fikr yuritib, ularni necha qismga bo'ladi va ular qaysilar? Savolni qaytaraman. Mahmudxo'ja Behbudiy zamonasidagi mavjud idora usullari haqida fikr yuritib, ularni necha qismga bo'ladi va ular qaysilar? Vaqt ketdi. On, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vaqt tugadi. Vaqt tugadi deganimizdan keyin 10 soniyadan keyin bersanglar bo'ladi ungacha. 10 deb sanashni boshlash bilan beryapsizlar. Bunga diqqat qilsanglar bo'ladi. Vaqt tugadi deganimdan keyin uzatishinglar kerak. Andijon davlat tibbiyot instituti 3 ta qism: yuqori, o'rta, quyi. Urganch innovatsion universiteti 3 qism: birinchisi idorai mustaqili, ikkinchisi idorai mushattala, uchinchisi idorai jumhuriyat. Toshkent davlat pedagogika universiteti 3 qismga bo'linadi. Qoraqalpoq davlat universiteti 2 xil: Duma, Qozi. Samarqand davlat universiteti Urgut filiali 3 qism: idorai mashruta, idorai jumhuriyat, uchinchisi idorai muslita. Namangan davlat universiteti 3 qism: ulamo, umaro, uzaro. Toshkent davlat yuridik universiteti 3 xil: respublika, konstitutsion monarxiya, monarxiya. To'g'ri javob 3 qismga: idorai mustaqilla, idorai mashruta, idorai jumhuriyat. Demak, to'liq va aniq javob bergan jamoani oldik. Ikkita jamoa to'liq va aniq javob bergan deb hisobladik. Beshinchi. Demak, diqqat qilamiz, kayfiyatni tushirmaymiz. 6-savol. Munavvar qori Abdurashidxonov o'zining qaysi asarida mening yozgan asarlarim va kitoblarim va mafkuramga nisbatan 1925-yildan matbuotda juda kuchli hujum boshlandi deb ta'kidlaydi? Savolni qaytaraman. Munavvar qori Abdurashidxonov o'zining qaysi asarida mening yozgan asarlarim va kitoblarim va mafkuramga nisbatan 1925-yildan matbuotda juda kuchli hujum boshlandi deb ta'kidlaydi? Vaqt ketdi.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vaqt tugadi. Qoraqalpoq davlat universiteti. Sen mendasin, sen men senda. Toshkent davlat pedagogika universiteti xotiralari masali. Samarqand davlat universiteti Urgut filiali xotiralar. Andijon davlat tibbiyot instituti xotiralarim. Toshkent davlat yuridik universiteti bizning jaholat jahli murakkab. Namangan davlat universiteti xotiralarimdan. Demak, to'g'ri javob xotiralarim asari. 4 ta jamoa bunga demak to'g'ri javob bergan. Diqqat qilamiz, keyingi savol. 7-savolimiz. Satrlarni o'qiyman, diqqat qiling. Munislik deb har kim o'z tengi, maslakdoshini topib, ulfat bo'lmakni aytilur. Dunyoning lazzati sodiq do'stlar ila suhbat qilmakdan iborat. Ushbu satrlar kimning qalamiga mansub? Munislik deb har kim o'z tengi, maslakdoshini topib, ulfat bo'lmakni aytilur. Dunyoning lazzati sodiq do'stlar ila suhbat qilmakdan iborat. Ushbu satrlar kimning qalamiga mansub? Vaqt ketdi. On, 9, 8, 7, 6. Hamma javob berib bo'ldi? Samarqand davlat universiteti Urgut filiali. Abdulla Avloniy. Qoraqalpoq davlat universiteti Abdulla Avloniy. Toshkent davlat pedagogika universiteti Abdulla Avloniy. Urganch innovatsion universiteti Abdulla Avloniy. Toshkent davlat yuridik universiteti Abdulla Avloniy. Namangan davlat universiteti Abdulla Avloniy. Andijon davlat tibbiyot instituti Abdulla Qodiriy. To'g'ri javob Abdulla Avloniy. Tabriklaymiz. Demak, 6 ta jamoa bu savolga to'g'ri javob berishdi. Diqqat qilamiz, keyingi savolni o'qiymiz. 8-savol. Abdurov Fitratning Chin sevgi dramasi Toshkentda Mannon Uyg'ur tomonidan sahnaga qo'yiladi va u haqida o'zbek sahnasi ulug' va ulug'ligi qadar yuksak ham go'zal bir tomosha ko'rdi deya kim ta'rif beradi? Qaytaraman. Abdurov Fitratning Chin sevgi dramasi Toshkentda Mannon Uyg'ur tomonidan sahnaga qo'yiladi va u haqida o'zbek sahnasi ulug' va ulug'ligi qadar yuksak ham go'zal bir tomosha ko'rdi deya ta'rif bergan inson kim? Vaqt ketdi.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vaqt tugadi, hurmatli jamoalar. Qoraqalpoq davlat universiteti Hisawa Kamitsu. Shunday javob berdinglar? Hisawa Kamitsu. Namangan davlat universiteti Cho'lpon. Toshkent davlat pedagogika universiteti Abdulhamid Cho'lpon. Urganch innovatsion universiteti Cho'lpon. Andijon davlat tibbiyot instituti Cho'lpon. Toshkent davlat yuridik universiteti Cho'lpon. Samarqand davlat universiteti Urgut filiali Cho'lpon. Demak, to'g'ri javob Abdulhamid Cho'lpon. Tabriklaymiz. 6 ta jamoada demak to'g'ri javob bor. Diqqat, keyingi savol. 9-savolni o'qib eshitiraman. Abdulov Fitratning qishloq hayoti voqealariga bag'ishlangan Sho'ro davri o'zgarishlariga nisbatan bir qadar murosasizlik bilan yozilgan bir dehqon yigitning boydan o'ch olishi voqealari bilan yakunlangan dramasini ayting. Savolni qaytaraman. Abdulov Fitratning qishloq hayoti voqealariga bag'ishlangan Sho'ro davri o'zgarishlariga nisbatan bir qadar murosasizlik bilan yozilgan bir dehqon yigitning boydan o'ch olishi voqealari bilan yakunlangan dramasini ayting. Vaqt ketdi. On, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vaqt tugadi, hurmatli jamoa. Qoraqalpoq davlat universiteti Qiyomat. Samarqand davlat universiteti Urgut filiali Arslon. Toshkent davlat yuridik universiteti Qiyomat. Namangan davlat universiteti Arslon. Andijon davlat tibbiyot instituti Arslon. Toshkent davlat pedagogika universiteti Arslon dramasi. Urganch innovatsion universiteti Arslon. Demak, to'g'ri javob Arslon dramasi. Demak, 5 ta jamoamiz bunga to'g'ri javob berishdi. Keyingi oxirgi savol, diqqat qilamiz. Abdulla Avloniy o'zining qaysi she'rida Andijonu Marg'ilonu o'sha Namangonu Xo'jand yoshlarining bir-birlari bilan sirdosh bo'lib milliy ishlarga tashabbuslar qilayotganlarini intihob, ya'ni uyg'onish davri kelganini mamnuniyat bilan tilga olgan. Savol tushunarli? Abdulla Avloniy o'zining qaysi she'rida, demak bu joyda she'r topishingiz kerak. Andijonu Marg'ilonu o'sha Namangonu Xo'jand yoshlari bir-birlari bilan sirdosh bo'lib milliy ishlarga tashabbuslar qilayotganlarini intihob, ya'ni uyg'onish davri kelganini mamnuniyat bilan tilga olgan. Vaqt ketdi.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vaqt tugadi, hurmatli jamoalar. Qoraqalpoq davlat universiteti Gul va bulbul. Toshkent davlat yuridik universiteti istiqboldan orzularim. Shunday yozganmisiz? Namangan davlat universiteti Qutuldik. Urganch innovatsion universiteti Hurriyat sharafini. Hurriyat sharafini. Andijon davlat tibbiyot instituti sayohat samaralari. Samarqand davlat universiteti Urgut filiali Vatanim. Toshkent davlat pedagogika universiteti sayohat samaralari she'ri. To'g'ri javob sayohat samarasi she'ri. Demak, ikkita jamoamizda to'g'ri javob bor. Hurmatli jamoalar, demak savol-javob qismini ham o'tib oldingiz. Hozir umumiy demak to'g'ri javoblar e'lon qilinadi. Tabriklayman barchangizni. Bitta savol javob yarim ball beriladi. O'sha inobatga olib mana yuridический 3 ta javob bergan. 1,5 ball bo'ladi. Andijon davlat tibbiyot instituti 3 ball bo'ladi. 6 javob bergan. 6 ta Qoraqalpoq davlat universiteti 3 ta javob bergan. 1,5 ball bo'ladi. Samarqand davlat universiteti Urgut filialiniki 4 ball bo'ladi. Toshkent davlat pedagogika universitetiniki 4,5 ball bo'ladi. Urganch innovatsion universiteti 3 ball bo'ladi. Namangan davlat universiteti 2,5 ball bo'ladi. 3-chi shartnoma. Umumlashtirib hozir natijalarni chiqaramiz. Soat 2da hamma bo'lishi shart.